Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Mana bunaqa trenddagi plastiklarimiz o'sha 150 mingdan sketkada aksiyada, mana xudo xolasa muddatli to'lovga registratsiya bo'lyapti bu tarafda. Akamizdan endi hozir bir otif olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qaysi viloyatdan keldingiz? Sifat tekstil aka. Denodan keldik. Malades. Tovarlar oldingizmi, salom? Oldik. Yaxshi. 5 millionlik gap yo'q. Omadingiz bersin. Yaxshi sotib yana kelaverasizlar xudo xolasa. Nasib inshaalloh. Xo'p, bizda juda zo'r. xo'p, yaxshi, rahmat. Tovarlarimiz juda ko'p. Kimgadir kerak bo'lsa kelaverasizlar. Hormay opa, assalomu alaykum. Kelib oldingizmi Nukusdan? Yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Charchamang. Avvalovering salomat. Mana hozir viloyatdan bizni sotib apalarimiz, akalarimiz kelib tovarlar olib ketishyapti. Muddatli to'lovga 5 milliondan 10 milliongacha tovarni kelib olib ketaverasizlar. Manzilimiz bo'lsa Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar ipoteka bankida oldi, Uchko'prik tumanida ham Agrobankda oldi. Bemalol kelib tovarlarni maza qilib ko'rib olib ketishlaring uchun sizlarni mana shu Sifat tekstilni Qo'qon filialida kutib qolamiz. Azizlar, charchamanglar, barchaga omad. Nimalar sotyapsan deganlarga mana bunaqa juda chiroyli do'ychkalarimiz bor. Mana bunaqa do'ychkalar, короче, 52 ming berilgan, 29 mingdan bir oyda nasiya savdoga beryapmiz. Bemalol kelib tovarlarni ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar va Telegramdan, Instagramdan, YouTubedan bizni kuzatib turganlar uchun, agar kuzata olmaganlar uchun telefon nomeri qoldiryapman. Bemalol nomerni saqlanib qilsanglar, Telegramda guruhimizga qo'shib qo'yamiz va nima bizda mahsulotlar bor chiqyapti, o'shalarni birma-bir rasmlarini, videolarini lichkalingga tashlab beramiz. Charchamanglar.